3000. Agar siz shuncha so'z bilsangiz, og'zaki rus tilining 95%ni tushunishingiz mumkin. Ammo savol, bu so'zlarning o'rganishning eng yengil va oson usuli nima? Ko'pchilik rus tilini grammatikalar yodlab, lug'atlar yodlab, soatlab mashq qilib o'rganishga harakat qiladi. To'g'ri, bu usullar juda ham samarali, lekin juda sekin, zerikarli va qimmat. Xo'sh, yechim nima? Javobi oddiy. Bu comprehensible input deyiladi. Biz buni tabiiy til texnikasi deb nomladik. Bu til o'zlashtirishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Biz tilni faqat bitta yo'l bilan juda ham tez o'rganishimiz mumkin, ya'ni uni ko'rib, tushungan paytimiz. Ya'ni buni sizga aytganimdek tabiiy til texnikasi yoki bo'lmasam T2 texnikasi deb nomladik. Xo'sh, T2 texnikasi o'zi qanday ishlaydi? Keling, men sizga buni amalda qanday ishlashini ko'rsatib beraman. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Всем добрый день. Demak, bugun sizlar bilan T2 texnikasi qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Demak, поехали. Demak, boshidan boshlaymiz. Этот соленый огурец. Tuzlangan bodring. Вот этот яйцо. Фунт. Shakar. Bizda сахар. А здесь шоколад без сахара. Шакерсиз шоколад. А здесь рыба. Мясо, рыбное мясо. Балык go'shti. А здесь говяжье мясо. Animal go'shti. Вот здесь находятся молочные продукты. Bu yerda sut mahsulotlari bor ekan. Распродажа. Распродажа degani chegirmadagi buyumlar. Demak, bu yerda nimalar bor ekan? Значит, перцы. Зраворlar. Мы не берем эти. Здесь консерва банкалari bor ekan. Соленые огурцы, соленые помидоры. Это тоже не берем. Здесь масло. Здесь кетчупы, майонезы, соль. Не берем. А здесь что у нас? О, какие орешки, чипсы, о, семечки, сок, напитки. К сожалению, они все вредны. Afsuski bularning hammasi zararli. Shuning uchun эти тоже не берем. Afsuski kassadan oldida videoga olishga qo'yishmadi. Shu sababdan qisqacha gapirib ketaman shu joyda. Можно оплатить karтой bo'ladi. Agar karta bilan to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni maylimi kartadan to'lov qilsam demoqchi bo'lsangiz, можно оплатить karтой. Или можно оплатить через клик или payme. Можно оплатить через ClickPass. Больше ClickPassdan to'lov qilmoqchiman desangiz. Shu bilan videomiz tugadi. Endi asosiy videoga qaytishimiz mumkin. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Siz men aytgan so'zlarimning hammasini tushunmagan bo'lsangiz ham miyangiz takrorlashlar, kontekstlar va vizual harakatlar orqali allaqachon o'rganishni boshladi. Shuningdek, men nima haqida gapirayotganimni harakatlarimga qarab turib taxmin qilishingiz ham mumkin edi, to'g'rimi? T2 texnikasi boshqa usullarga qaraganda juda ham yaxshiroq, chunki unda siz lug'at boyligingizni oshirasiz, talaffuzni o'rganasiz, tinglab va tushunish qobiliyatingizni rivojlantirasiz va eng muhimi, rus tilida fikrlab, o'ylashni boshlaysiz. Bularning hammasi zerikarli darslarsiz va darsliklarsiz bo'ladi. Ushbu 3000 ta so'zni hayotiy voqealar asosida o'rgatamiz. Shunda o'rganish noodatiy, qiziqarli va anchagina tabiiy bo'ladi. Bu videolar hayotda uchraydigan voqealar asosida bo'ladi. Bu esa hayotingiz har bir videodan keyin o'zgarishi mumkin degani. Barchasi juda ham qiziqarli bo'lishi uchun harakat qilamiz. Shunda siz T2 texnikasi orqali juda ham tez tilni o'rganishni boshlaysiz. Faqat siz bu usulni kundalik o'qish rejangizga kiritishingiz kerak. Lekin bu usulning bitta katta muammosi bor. Agar bu muammoni hal qilmasangiz, jarayon juda sekin bo'ladi. Agar siz videolarni shunchaki ko'rishni boshlasangiz, siz tushunadigan, lekin gapira olmaydigan insonga aylanib qolasiz. Siz gapirishingiz uchun tahlil uslubidan foydalanishingiz kerak. Ya'ni videoda ko'rsatilayotgan so'zlar nima sababdan aynan shu vaziyatda ishlatildi, siz ularni tahlil qilishingiz kerak. Va u yerda ko'rsatilayotgan va gapirilayotgan so'zlarni, eng asosiy so'zlarni
o'rganib kundalik hayotingizda ishlatishni boshlashingiz kerak. Shundagina siz bu usul orqali tezroq tilni o'rganishni boshlaysiz. Buni ham osonlashtirish uchun biz sizga hayotda kerak bo'ladigan gaplarni qamrab olgan audio kitobni ishlab chiqdik va uning narxi 20 ming so'm. Lekin buni biz sizga tekinga bermoqchimiz. Bu kitobni olish uchun izohlarda link ham joylab qo'ydik. Agar siz rus tilini tez o'rganmoqchi bo'lsangiz, yangi chiqadigan videolarimizni ko'rishingizni o'zi foydali bo'ladi, chunki unda T2 texnikasi mavjud. Lekin yuqorida aytib o'tganimday, shu muammolarni hal qilmasangiz, jarayon juda ham sekin bo'lishi mumkin. Bu usul an'anaviy o'qitish metodikalaridan 4 barobar samaraliroq. Bu degani bizning 10-15 daqiqalik videoyimiz odatiy video darslar, ya'ni 1 soatlik video darslaridan ancha samaraliroq. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling. Videoni do'stlaringizga ulashishni ham unutmang. T2 texnikasi orqali rus tilini tezroq o'rganib, yangi chiqadigan videolarimizdan xabardor bo'lish uchun bildirishnomani yoqib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.